Aorta klapani teshigining to'rayishi gemodinamik qarshilikni oshiradi. Buni o'rnini qoplash uchun qilingan javob ortidan chap qorincha gipertrofiyasi rivojlanishi kelib chiqadi. Vaqt o'tishi bilan miokardning qisqarish funksiyasi pasayadi. Bu nafas qisishi, ko'krak qafasidagi og'riq va bosh aylanishi kabi simptomlarning paydo bo'lishiga, shu bilan birga hayot uchun xavfli asoratlar rivojlanishini ortishiga olib keladi. Simptomlar paydo bo'lganida aorta klapanini jarrohlik yo'li bilan almashtirish zarur bo'ladi. Zamonaviy kardioxirurgiya bir nechta yondashuvlarni taklif etadi. Jumladan, minimal invaziv usullar, torakotamiya, mini-sternotomiya va transvaskulyar texnikalar. Shu bilan birga ko'p hollarda klassik median sternotomiya usuli qo'llaniladi. Sababi, sternum orqali aniq vertikal kesma yurakka optimal kirish imkonini ta'minlaydi. Yurak doimiy ravishda qisqarib va kengayib turganligi sababli klapanni almashtirish operatsiyasi ishlayotgan yurakda bajarilishi mumkin emas. Shuning uchun sun'iy qon aylantirish texnologiyasi maxsus kanulalar yordamida vaqtincha yurak va o'pkaning funksiyalarini o'z zimmasiga oladi. Endi esa bevosita jarrohlik amaliyoti. Perikard ehtiyotkorlik bilan ochilib, aorta klapanini almashtirish jarrohlik amaliyotining muhim bosqichlariga mas'uliyat hamda ehtiyotkorlik bilan qadam qo'yiladi. Ya'ni, yurak ochiq holatga keltirilgandan so'ng, jarroh aorta devorining perforatsiyasini oldini olishga alohida e'tibor qaratgan holda, aniq keset choklar deb atalmish tikishlar qo'yadi. Bu yerda amaliyot o'tkazayotgan jarrohning mahorati juda muhim rol o'ynaydi. Qo'shimcha keset chokli tikishlar o'ng bo'lmachaga ham joylashtiriladi. Ulardan kichikrog'i kardioplegiya kanulasi uchun mo'ljallangan bo'ladi. Kislorodga boy qon arterial kanula orqali organizmga yetkaziladi. Venos qon esa venos kanula orqali organizmdan sun'iy qon aylantirish apparatiga yo'naltirilib, u yerda kislorod bilan to'yintiriladi. Ko'tariluvchi aortaga qisqich qo'yilgandan so'ng, yurakni nazoratli tarzda to'xtatish uchun maxsus kardioplegik eritma yuboriladi. Bu klapanni aniq almashtirish uchun zarur bo'lgan harakatsiz va qonsiz operatsiya maydonini yaratadi. Shu bilan birga bemorning hayoti uchun muhim a'zolar kislorod bilan ta'minlanishda davom etadi. Ko'tariluvchi aorta ochilgandan keyin jarroh kasallangan klapanni ko'radi va uni kesib olib tashlaydi. Ushbu bosqich nafaqat klapanni olib tashlashni, balki chap qorincha yoki koronar arteriya og'izlariga embolik moddalar tushib ketishining oldini olish maqsadida aorta ildizini to'qima parchalari va kalsiy cho'kmalaridan ehtiyotkorlik bilan tozalashni ham o'z ichiga oladi. Odatda tikilayotganda yutilib ketmaydigan iplardan foydalaniladi. Protezning eng ma'qul o'lchami aniqlangandan keyin tikishlar halqa atrofida teng taqsimlanadi. Protez klapanning tikish halqasi e'tibor bilan mustahkamlanadi. Keyin jarrohlik jamoasi sun'iy qon aylantirishni bosqichma-bosqich to'xtatadi. Barcha kanulalarni ehtiyotkorlik bilan olib tashlaydi va qon ketish nuqtalarini sinchkovlik bilan nazorat qilib, mukammal gemostazni ta'minlaydi. Tosh suyagi maxsus jarrohlik simlari yordamida qayta birlashtiriladi. Bu suyakning mustahkamligi va barqarorligini ta'minlaydi. Toshni yopish usuli bemorning yoshi, tana tuzilishi, suyak to'qimasining sifati va jarrohning klinik tajribasini hisobga olgan holda individual ravishda tanlanadi. Yakunda teri osti to'qimalari va terining anatomik qatlamlari bosqichma-bosqich tikiladi. Bu esa optimal bitishni ta'minlaydi. Aorta klapanini almashtirish operatsiyasi fiziologik qon oqimini tiklaydi. Nafas qisishi va charchoq kabi simptomlarni sezilarli darajada kamaytiradi.